Assalomu alaykum akalar, opalar, singillar, ukalar. Mana 5-mi 6-chi marta qo'yapman. Men mashina qilib qo'yayotganim. Mana qizimni ko'rsataman betini. Hayla, temperaturasi tushmay yotibdi. Enasining oldida o'tiribdi. Ichi tinmay ketyapti. Qo'rqayapman. Iltimos, qo'llaringizdan kelgancha ehson qilib yordam qilingizlar. Moddiy tomondan qiynalib qoldim. Mana qizimning sharoiti. Mana dadamning oyog'i ishib ketgan. Mana bir soni ishib ketgan. Dummasigacha birgan. Pul topib yetkazib berolmayapman. Meni kim ko'rayotgan bo'lsa yordam qilingizlar. Sizlarni ham xudo qaytarar, qirib qo'ymasa kerak. Akalar, opalar, singillar, ukalar. Mana yana qizimni ko'rsataman oltin turib. Ko'ringizlar, men mashinadek qilayotganim yo'q. Birov haqqini menga kerak emas. Xudodan qo'rqaman. Ahvolimdan olib chiqyapman to'liq. Yordam qilingizlar. Kim meni ko'rib turgan bo'lsa, musofirda akalar bo'ladimi, singillar bo'ladimi, opalar bo'ladimi, ukalar bo'ladimi, yordam qilingizlar. Iltimos kutaman. Telefon nomerim 97 037 07 05. Jon akalar, opalar, yordam qilingizlar, ehson qilingizlar. Shu bolam sal yetishmay qoldi. Shu yoshgacha hech kirib qo'ymovdim Instagram, YouTube'ga. Mana shu ilojim yo'q uchun chiqayapman. O'zim 2 marta kuchli operatsiya bo'lganimcha yaramay qoldim. Dori darmoniga topib berishga iltimos yordam qilingizlar. Kutaman yordam qo'shlaringizni.